Assalomu alaykum hurmatli talabalar, ustozlar. Bugun biz sizlar bilan quritish jarayonida mahsulotlarni namlikni olish jarayoni mexanizmini o'rganamiz. Bu uchun qarshimizdagi turgan qurilmadan foydalanamiz. Qurilmamiz demak quritgich qurilmasi hamda shu mahsulot quritish uchun qo'yiladigan mahsulotning vaznini o'lchab borish uchun tarozi, quritish jarayonidagi namlik haroratlarini o'zgarishini o'rganib boradigan sensorli datchik va tizimni elektr tarmog'iga ulash uchun tugmalardan tashkil topgan. Agarda tizimda biror bir nuqsonlik holat yuz beradigan bo'lsa, bu o'chirib yoquvchi tugmadan iborat bo'ladi. Agarda shu tizimimizda, elektr tizimimizda biron bir nosozlik bo'lsa, ushbu tugma orqali tizimni elektr tarmog'idan o'chiramiz. Ushbu laboratoriya qurilmasi elektr tarmog'iga ulanganligini hisobga olgan holatda biz qurilmamizda ishlatish bo'yicha elektron darsligimizda yozma qismida laboratoriya ishini bajarish bo'yicha bergan ko'rsatmamizga asoslangan holatda texnik hayot faoliyati xavfsizligi bo'yicha talabalarimizni tushuntirish ishlari olib borishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin qurilmani ishlatish uchun elektr tarmog'iga ulanadi. Ishlatishda elektr tarmog'iga 220 voltli elektr tarmog'iga va ushbu qurilmamizga yo'naltirilgan elektr tarmog'ini qurilmamiz uchun ulash uchun quyidagi yuqorida kelgan tugma orqali 220 voltga ulanadi. Bu ulangandan so'ng qurilmamizdagi isitgich va quritgichimizni isitish elektr ta'minoti uchun tugmani birinchi tugmamiz orqali ulaymiz. Ulaganimizdan keyin tarozini 0 holatiga olib kelamiz. 0 holatiga olib kelamiz va qurilmamizni uzaspo tizimiga, elektron tizimiga ulaymiz. Qurilmamizni elektron tizimiga ulaymiz. Elektron tizimda programmaga, demak, elektron tizimimiz bu kompyuterimizda shu laboratoriya qurilmasini bajarish uchun programma qo'yilgan. Shu programmaga ulaymiz. Programmada mana qurilmamizdagi o'sha mahsulot saqlanadigan kameradagi yoki mahsulotni vaznini o'zgarish jarayonini ko'rsatib berish uchun sxemasi, qurilmamiz sxemasi chiqdi. Endi qurilmamizda qanday laboratoriya, demak, konvektiv quritish hamda infraqizil nur yordamida quritish jarayoni mahsulotlarni quritishda dinamikasini, mexanizmini olishimiz mumkin. Ya'ni mahsulotni ma'lum bir haroratda belgilab qo'ygandan keyin ma'lum bir vaqtda uning vaznini kamayish jarayonini amalga oshiriladi. Albatta ushbu qurilmamiz qishloq xo'jaligi mahsulotlarini quritishda biza sifatli mahsulot olish uchun 70 harorat, maksimum 80 gradusgacha 70-60 gradus haroratlarda quritish jarayoni amalga oshiriladi. Endi quritgichimizga qo'yganimizda mahsulotimizning mana boshlang'ich holati bo'yicha biz 0 holatiga keltirib bo'lganimizdan keyin 0 holatiga kelgandan keyin qo'yiladigan mahsulotimizga endi mana bu bargni oldim. Shu bargni 100 gram bo'lishi kerak bo'ladi. 100 gram mahsulot mana hozir 0 holatiga keladi bu. Umumiy vaznini 0 holatiga kelgandan so'ng biz o'sha qurilmamizda mana mahsulotimizni qo'yamiz, 100 gramni. 100 gram mahsulotni qo'ygandan keyin quritgichni yopamiz eshigini va quritish uchun kerak bo'lgan konvektiv quritmoqchi bo'lsak, ushbu tugmani bosamiz va bu yerdagi harorat, konvektiv mahsulotlarni quritishda belgilanadigan haroratni belgilab olamiz. Belgilagandan so'ng biz qancha vaqt belgilaymiz hamda start komandasini beramiz. Vaqti belgilangan holatda endi albatta qurilmamizni ishga tushirganda start komandasi beriladi. Start komandasida biz o'sha namlikning o'zgarishini
vaznni o'zgarib borish jarayonini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Grafikasini, demak, bu keltirilgan elektron tizimdan olamiz. Demak, bu yerdagi haroratni o'zgarish jarayonini hamda jadval asosida o'rganmoqchi bo'lsak, demak, mahsulotning vaznini kamayib borishi, berilgan quvvatni, demak, o'sha berilgan quvvat asosida qurilmamizda belgilangan haroratda mahsulotimiz quritish jarayonining mexanizmini o'rganib chiqamiz. Quritish jarayonini o'sha vaqti tugagandan so'ng mahsulotimizni olamiz. Mahsulotni olib, shu ko'z bilan ko'rib, quriganlik darajasini belgilab olib va qancha vazn qolganligini elektron tizimimizdagi olingan vaqt o'tish vaqtida olingan ma'lumotlarni bizda guruhimizda tashkil etilgan Telegram kanalimizga kopiyasini tashlab, bu yerdan hisob-kitob ishlarini amalga oshiriladi. Demak, bu bilan o'sha biz quritilayotgan mahsulotimizning quritish jarayonidagi vaznining kamayishi va uni namlik miqdorini hisoblab topamiz. Asosan qishloq xo'jalik mahsulotlarini quritganimizda belgilangan o'sha standart talab darajasiga kelish uchun qancha vaqt ketadi? Bu 100 gram mahsulotni qo'yib, o'sha vaqtini laboratoriya sharoitida biz o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Aziz ustozlar, hurmatli talabalar, ushbu qurilmamizda laboratoriya ishlari bajarganlaringizda sizlarga biror bir tushunarsiz savollar bo'lib qolsa, mani keltirilgan telefon raqamimga yoki bo'lmasa elektron pochtamga murojaat qilsangizlar, qurilmani ishlatish bo'yicha va bajarish ketma-ketligi, olinadigan natijalar bo'yicha men sizlarga ma'lumot berishim mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat va jarayon tugagandan keyin xuddi shunday ketma-ketlikda biz o'chiramiz qurilmamizni. O'chirgan holatda laboratoriya mashg'ulotimizni yakuniga yetamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.